Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, aziz obunachilar. 2025-yil 26-iyun Qashqadaryodan keyingi safarimiz mana azizlar. Birdaniga Toshkent viloyatiga safarlarni boshladik. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'ston qishlog'iga. Ko'rib turgan mana shu maydonimizda ikkita firmani ikki xil navini xohlasa bugun mana shu noodatiy kam odam qiladigan ish bu regionda pomidor biznesi. Inshaalloh baho berasizlar. Birinchisi Turkiya davlati genetika sets firmasini biz o'sha ikkinchi videoni ololmagan Qashqadaryodagi kupon videosini mana Toshkent viloyatidan ko'rsatib beramiz. Ikkinchisi bu o'sha sizlar bilgan Turkiya davlatining Bursa-Tuxum kompaniyasini Pembola F1 nomi bilan pushti pomidorda inshaalloh mana Bo'ka tumanidagi holatlarga baho berasizlar. Dehqonimiz Begal aka, assalomu alaykum. Begal aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Dehqonchilikka baraka. Sizga yetadigan kunimiz ham bor ekan mana. Xudo xolasa. Mana dehqonchilikda ishlayapmiz. Mana shu region. Begal aka, bu yil nechinchi yil ishlashimiz siz bilan? 3-yil. 3-yilga. Har yil gaplashib turamiz, holatlarni aniq qilib turamiz, o'rganib turamiz, lekin sizni regioningizga o'zi yo'lda yuzaykan. Mana shu yerdan yilda necha marta o'taman shu yo'llarda. Mana bu mashinalar ketyapti. Shu yo'ldan necha marta o'taman, lekin aniq adresingizni bilmaganligim uchun hech ko'ra olmasdim, kira olmasdim. Qaysi chesloda kelgan Begal aka bu? 10-aprel kuni. 10-aprel kuni. Hozir 60 kundan o'tibdi-da. 10-may, 10-iyun 70 kundan ham o'tib qolibdi. Bir hafta bo'ldi o'zi bozorga chiqarganimizga. Bozorga chiqib qolyapti, qoldi. Endi massoy pishgani yo'q. Bitta pishib qolgan. Bir marta terdiz a? 2 marta. 2 marta terdiz. 10-aprel holat bo'lsa, Ya'ni hisoblab olinglar, 26-iyun bugun. Necha kun bo'ladigan bo'lsa shu. Kecha 45 kunlik holatini ko'rsatdik. Endi har xil vaziyatlar chiqib qoladi-da. Borgan joyimizdagi biz hali kunini hisoblamaymiz, va necha kun holat bo'lsa, o'shani ko'rsatib o'ramiz. 10-aprel mana shu tomondan ekildi-da. Keyin klyonkani ekdim. Probaga ekdim mana klyonkani. 76 kunlik holat ekan bu. Dalaga pomidor ekilganiga 76 kunlik holati. Undan oldin ko'chat qilgansiz, to'g'rimi? Ko'chat qilib, ispitaniga bu yil mana shu 4 ta anaqaga pushtaga plyonka qilibsiz-a? Klyonkka qildim. Plyonka qilmagan joyingiz bilan anaqasi bo'ldimi, farqi bormi yo'qmi? Farqi bor. Bu yaxshi ekan klyonkka. Unda ham hosil yaxshi. Nisbatan bu yaxshiroq ekanda klyonkka ekilgan. Faqat buni ichini gullaganda, hosilga kirganda yortishadi. Kun issig'ida-ku. Qo'rqdim-da, cho'chidim. Bunaqa qilib ekib ko'rmaganman. Shunga tarvuzning klyonkasi. Qaysi ichini yorib tashladingiz? Arig'ini ichinimi? U tarvuzga o'xshab yopgandi. Keyin borib borsa hammasi ichida solib, keyin yopildi tarvuzga o'xshab. Keyin bu shoxlab chiqar ekan. Birdaniga. Narigi keyin shoxlaydi-ku. Bu sal vaqtliroq shoxlar ekan. Gulga shunda o'tirgan paytda qo'rqdim, yortishadi. Qo'rqaman deb o'tiribman endi mana hosilga ko'rdim. Bu tuman ma'lumot o'rnida Bo'ka tumanida Bo'ston bu regioni asosan adashmasam 90% tarvuz qovunchiligi bilan shug'ullanadi. Pomidor bilan juda ham kamdan kam. Bu yerda bor, ko'pchilik ekadi, begorliklar. Mana shu joyda Bo'stonda aytyapman. Bu yerda ham bu yil kamda. Bu yil kam. Begorliklar bu yil kam bo'lmasa, xaridi ko'p edi. Issiq region, unaqa salqin emas. 3 yildan beri mana shu kuponda ekayotgan bo'lsangiz, demak sizni yeringizga tushibdi-da. Men boshqalarni ham olib ekib ko'rdim-ku, lekin kupon ko'proq yoqdi. Shunga men kuponga Bu Pembolani ko'rsatamiz-ku, keyinroq. Buni birinchi yil ekishingiz. Bo'lsa Pembolani. Yil probaga deb 2 pachka oldim-ku. Keling, bir oralarini o'zingiz ko'rsating aka.
Qo'lingiz bilan sal ochib. Ko'p qiynab olmaymiz, hali yosh ko'chat. Mana bu shunday yotganda buni hammasi tagida hosilda. Buni ushasini sinadi-da. Unsiz qayraman deganim hammasini yo'q. Mana, buni ham ustidan ko'rib qo'yamiz. Sizlar mana san sanoqsiz anaqalari, hamaylari. Mana. Bu unaqa o'ta yirik bo'lib ketmaydi, Begal aka. Yo'q, yirik bo'lmaydi. Sredniy bo'ladi, maydaroq bo'ladi. Sredniy mayda bo'ladi. Mana hamma joylarida shunday. Sredniy bo'ladi azizlar. Nega u sredniy pomidor? Bozoringiz shunaqa xohlaydimi? Yirik pomidor Bozorlar mana shu kuponni yaxshi tortadi. qaysi bozorga borasiz? Bukaga boramiz. Unaqa katta yirik pomidor xolamaydimi? Yirigini o'tkazdi 16.50 ta. Baxtli ekib qo'yibman dedim-ku. Ha. O'shani bir oy kecha ekkanimda, mayda ichida ekkanimda yaxshi bo'lardi. Bu yil ololmadim-ku o'shani. Tugab qoldi. U yaxshi uga qo'ydimi? Ha, yaxshi urug'. 16.50. Banka sezonga olib chiqish kerak edi uni. Bu yil ekyapti, bolalar. Yaxshi bo'lardi. Menga mana shu kupon yoqqan edi. Hozir ham yoqadi. Bundan keyin ham mana shu ekaman. Bundan to'xtamaymiz ekishda. Mana mashetlarni qarang. Mashitni qizarganlari ko'p ekan. Bu egalik yosh niholligi uchun hali tanalari pishmaganda azizlar, tagini ko'taradigan bo'lsak, qirsillab sinib ketib qoladi bu. Mana shu holatda hosildorligi 10-aprel holatiga kelgan ekan. 77 kunlik holatda 2 marta terim bo'libdi. Palaylari ham menimcha yomon emas. Nech qildingiz pushtasini? Puchtasi 1.40. 1.40 mana. Oralar qizillar. Sredniy pomidor xohlaydiganlarga azizlar, o'rtacha kattalikdagi demoqchiman. Mana shu pomidor deksiylar bo'ladi va issiq regionlarga tavsiya qilaman. Salqin regionlar ekmanglar. Issiq region bo'lsa, mana sizlarga yana bitta variant. Mana sizlarga yana bir pomidor urug'i. Bu genetika firmasiniki azizlar. Mikroelementlar yetishmovchiligi bor. Aka? Mana. Mana qaranglar. Nima ozuqalar berdingiz? Korxonadan so'rayman. Ha? Kalsiy berdi. Yana ustiga ozuqadan berdi, parashut. Nomi esimdan chiqdi. Ustidan berishi, tagidan nima berdingiz? Qopda nima u? Tagidan alfus bergan. Karbamid berdi, sulfat berdi. Biagomska ekilgan. Tagiga solibmi yo stakanmi? Stakan ham, tagiga ham soldik. Ana shu zo'r ish bo'lgan. Maslahat beraman. Har bitta pomidor ekayotganinglarda azizlar, mana shu ko'chatni tagiga, mana shu ko'chatni tagiga. Qancha? 1 kosa, 1 piyola? 1 piyola. 1 piyoladan o'sha ko'chatinglarning tagiga biagomsdan solib ekinglar. Uni foydasi, natijasi mana shu. Hali yosh, mana qaranglar, ichini bu qavat-qavatda buni ochib bo'lmaydi, hali yosh. Pishgan bo'lganda, to'liq pishgan bo'lganda ochsa bo'laveradi. O'z qirsillab sinib ketib qoladi bu. Necha dedingiz pushtasini? 1.40 ga bu yopib bemalol yopib ketibdi. Yana o'sadi hali bu. Yosh ko'chatning. Begal aka, ketdi orqaga. Bemalolni ko'ramiz. Zo'r. Men shunaqangi xursand bo'ldim. O'sha regionda ko'pchilik azizlar to'g'ri ekatda mana. To'g'ri ekishadi.
Qizilligi zo'rda. Qizilligi yaxshimi rangi? Qap qizil, tanliq qizil. Mana bu tagida turibdi. Ancha qizarmagan bo'lsa ham. Bu kecha tozalabsiz-da, ha? Kecha tozaladim. Telefonda aytdingiz kecha. Mana Qizilligi. qizilligi yaltirab turibdi azizlar. Qaranglar, kiprigi ham bor. Telefonda boya aytdingiz, kecha Umidjon tozalaganman. 2 kunlik ishim bor. Boshli terimlarda mana bunaqa narsa bo'ladi. Birinchi, ikkinchi kissalarda, birinchi kissalarda. Keyin bu narsa yo'q, forma chiroylashib ketadi. Yo'q, o'zi bu terimda bo'lmasa yo'q bunaqa. Bunaqa narsa yo'qmi? Hozir so'raydi menda. Mana bunaqa narsa bo'lmaydi, mana tochkani o'zi. Keyingi yarishlarda akalar, bo'lmaydi. Mana. Yana tochkasi bor ekan tayda demanglar. Pastdagi mana birinchi anaqalarda 5 anaqayroq, orqasida yaraga o'xshagan narsa bo'ladi. Hamma pomidorda ham shu. Mana. Mana bu endi Bursa Pembola. Qani gapiringiz, birinchi yilgi tafsilotlaringiz Begal aka? O'ro. Bu yiriroq biroz a? Keling. Yiriroq mana. Hozir. Pishkanlar. Pembolamiz. Ranglari ham tiniq a? Rangi ham yaxshi. Mazasi yaxshimi? Yaxshi. Bozor qanday qabul qildi buni? Yo'q, bozorda yaxshi. Hali yosh ko'chat. Bu bir marta terildi. Bu bir marta terildi. Bir marta kecha terildi. Ha, kecha. Qaro ishlar hammasiga bir xil bo'ldi, aka. Kecha bozorga olib chiqqaningizda narxlar qanday edi? Kecha sal tushgan ekan. 5,5 bo'ldi. Kecha o'tgan kunimiz hamma joyda tushibdi. Kecha tushgan. Qizil pomidor Qashqadaryoda, Koson tumanida 3000, 2,5 ming ham deb eshitdim. Lekin bizda Toshkent viloyatida narx unaqa emas, balandroq. Yaxshi, yaxshi. 5 ming ham yaxshi. 5000 bu zo'r. 5000 bu yaxshi. Qancha atrofda terdingiz shu paytgacha? Hisoblamabman buni. Narxini qo'shib shu 1,5 tonna bo'lib qoldi-da u. Endi u 7 ming, 6,5 ming, 6 ming sotilib turadi. Qizil a? Qizil. Sal tushgandir u ham. Yo'q. O'sha narxda. Tushmadim qizil. Zo'r ekan u. U tushmaydi. Zo'r pomidor. Ko'p. Mana u yangiligami biz uncha tushunmayapmiz sotishda. Endi anaqa qishloq regionlarda ro'zvi pomidor kamroq oladi, asosan shahar. Shahar tortadi buni. Bizning qishloqlarda rayon bozorlari qizilda baribir, qizilni xohlaydi. Buni to'g'ri tushunaman. Azizlar, mana shu holat bir ilinganday bo'ldim. Yaxshi insonni dalalaridan yaxshi pomidorlar keyin bo'lamiz mana. Yosh hali 77 kunlik holatda bir marta terilibdi. Xudo xohlasa hali bu pomidorda shunaqa zo'r bo'lgan joylari bor. Shoh joylarni parkent regionlarda hozir bo'layapti. Keyingi haftada inshaalloh shu taraflarga yuramiz mana. Hosillar. Общий qancha maydon? 57 sotikcha. 57 sotik. 1 gektarga mo'ljallovdi. Shu aytganim bo'lmay qoldi, to'g'ri qildim. Torozlar ham biroz yaxshimi o'tganligina? Yo tushib ketdimi yana? Yaxshi, gul talab bor-da, o'tganlik yo'q. Har qalay, ha? Gul bor. Sotdik. Barakasini bersin. Siz anaqani boshligingiz uchun sizda suvdan muammo yo'q shekilli. Yerlaringiz ham zax turibdi. Ha? Ichkanlarda lekin suv muammo. Muammo bo'lmadi menga. Siz anaqani boshdasiz-da, arani. Kanal mana yaxshi. Kanalni boshdasiz. Shu molga deb tashagan suv ham kirib keladi. Yaqin. Asosda tortdik. Qisqa video. Demak, xulosa. Bu pembola bo'ldi, buni bilamiz.
qo'shimcha video. Kupon F1 pomidorni asosan issiq regionlarida, issiq regionlarga tavsiya qilsam bo'laveradimi? Zo'r pomidor. Ana qo'shnilarim yanagi yilga hammasi kupondan olib ekmoqchilik tayyorlanyapti. Kelib ko'ryapti. Pomidor bu nomi nima deb so'rayapti. Kupon O'ta katta bo'lmaydi, mayda bo'lmaydi. Sredniy pomidor, ammo qizil. Qizil pomidor. Ham rangi ko'rsating ham bitta rangini. Qo'lingizdagi. Qo'yib keldingizmi? Ha, ranglari ham yaxshi. Salqin regionlar maslahat bermayman. Issiq regionlar bemalol ekinglar kuponni. Bu pembolani hamma joyda, har joyda bu yer tanlamas legenda bo'laveradi. Ekaverasizlar azizlar. Variantlar sizlarga. Bundan oldingi videolar, bundan keyingi videolarda o'sha yirik pomidorlar ko'rsatdik. Yirik emas, o'rtadan kattaroq. Mana sizlarga o'rtacha pomidor 180 200 gram atrofidagi pomidor bemalol eksanglar bo'ladi inshaalloh. Begal aka, bizga pretenziyalar yo'qmi aka? Yo'q. Hammasi Bergan urug'larimizdan rozimisiz inshaalloh. roziman. Mana baraka topyapman, xudo xolasa. Sizlar ham baraka topinglar. Rozimiz. Qadrdon akamsiz, hurmat qilaman. Chesni, to'g'risi. 3 yildan beri borib olib kelaman o'zim. Lekin hech siz dalangizga yetisholmadim. Mana bugun taqdir qilib, bu yilgi videolarimiz o'zi bir ajoyib rang-barang bo'lyapti. O'sha eski qadrdon akalar bilan ko'proq keski klientlarimiz bilan ko'proq video qilishga harakat qilyapman. Sog' bo'ling, boringlarga shukr aka. Yaxshi kunlarda shunaqa yuzimizni yorib ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'ling, Begal aka. Azizlar, mana shunaqa gaplar. Biroz kichkinaroq video, kichkinaroq ma'lumotlar ilingandek bo'ldik. Kupon qaranglar. Cheres chul hosili ko'p. Cheres chul hosili ko'p. Mana mashetlarga ham tugataman deyapman, lekin shunaqa bo'lmayapti. Mana qaranglar. Cheres chul buni tagi bitib qo'ygan. 50 ta bormi bitta ko'chatda? Bundan ko'p. 50 tadan sanamadik-ku. Ko'p lekin, juda ko'p. Bitta shoxida 29-30 ta bor edi. Biz boshida sanaganimiz. Nechta shoxi bor edi unda? Nechta ham shox bor. Ustiga chiqib yiqilyapti-yu. Qarang. 80 ta, 100 ta bor ekan bitta ko'chatda. Chiqib qolsa kerak. Shunday akalar, o'zi ko'rinib turibdi-da, cheres chul juda ham hosili ko'p. Mana tagini qaranglar, to'lada bu. Qavat. Prosta hali pishmagan tana ushlasa to'kilib ketadi. Sinib ketadi. Tana. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar. Endi Tojikistonga yaqinroq joydamiz. Bo'ka anaqadan Bekoboddan inshaalloh Xo'jandga o'tib ketamiz. Bitta Burmax pomidorimiz bor, inshaalloh o'shani ham syomka qilib kelaman inshaalloh. Kimga mana shunaqa asl va original urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerim bor, Umidjon Imenov, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.